Assalamu alaykum to'rdoshlar, yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Hozir men bir shu yillarcha bo'layotgan takrar o'ttirga tashlanayotgan ba'zan bir jidallar, bir o'yinlar haqida azroq to'xtalay deb bugungi naq maydonni o'rinlashtirdim. Maqsadga kelsak, sizlar balkim bilasizlar yoki unutilib qoldinglar. Shu har qatimda bir azroqli bir davlatlar, boshqa bir davlatlarda bir faoliyatlar, u bularning avjiga chiqqan vaqti, ashu biz turishliq yoki ashu do'stlar, qarindoshlar turishliq davlatlardagi ba'zan bir siyosatdagi o'zgarishlar yoki siyosiy uchrashishlar davlat bilan davlatlarning orasidagi vaqtlarda shu namoyish yoki o'yin avjiga chiqadi. Men birdan bir xulosalab qo'ydim. Mustaqillik davosini diqqatni burash uchun, mustaqillik davosini kichikiltish uchun har xil o'yinlar chiqdi. Yillarcha men 2018 dan boshlab turib xulosaladim. Eng chiqadigan jidalninki birinchisi din jidali. Dinni tashviq qilayotganlar o'zini amal qilmagan asosda og'izda davatganlarning nima ekanligini unutilib qolamdiki deyman. Ba'zan bir tashviqotchilar ashunday din jidal chiqirdi. Uzun yazmalar tashlanadi, jidal boshlanadi. Bu bir. Ikkinchisi tashkilotlar aro jidal. Tashkilotlar chapan almashtirishi yoki o'zaro birsi-birsiga g'ij-g'ij qilib, jidalni tashlaydi, ulg'aytadi degandek mundaq jidallar. Üçüncüsü O'rta Osiyodagi qarindoshlarni cho'rdigan asosda shu ba'zan bir jidallar bor. Birinchisi vatanning ismi, ya'ni davlatimizning ismini qanday qo'yish haqida jidal boshlanib ketadi. Buni hammanglar bilsa. Yana birisi ko'chaning ismini talashish jidali. Anandan to'rtinchisi mahalla jidali. Mahalla ismi, anandan mahalla qurish Turkiyada, Uyg'ur mahallasi qurish deganda har xil jidallar bo'ladi. Anandan O'rta Osiyodagi jidallarning orasida yana bir jidal bor. Bolalar bilan o'quvchilar orasidagi surkilish yoki mahalladagi bu bir odamlar u bo'lar qo'shni qo'lim yoki o'tirsidagi bir jidal majrani o'ttirga tashlash orqali bu jidalni ulg'aytish. Ashunday jidallari chiqdi. Anandan 5-si fikr erkinligimizni to'sash, savol qo'yg'izmaslik. Davaning beshiga o'ltirib olganlarga savol qo'ysak bo'lmaydi. Isbotliq savol qo'ysakmi javob bergani unamay, anandan fikr erkinimiz bo'g'ib, tillash, haqoratlik jidallarning o'tirga chiqishi. Yana birisi 6-si psixik urushi. Buni Xitoy Uyg'ur tilliq Xitoylar bilan tang birlikda olib boradi. Uyg'urni kamsitish, Uyg'urni ezdigan, Uyg'urni sundirdigan temalarni o'tirga tashlash orqali Uyg'urning ko'nglini og'irtish, bezor qilish, zeriktirish. 7-si onasining, ochisining, singlisining, bolalarining davosini Uyg'urningki butun Uyg'urning davosi deb ko'rsatish. Buni ko'rib turasizlar, tilga olmasammi, meningcha bilasizlar. Anandan keyin 8-si aktivistlar o'zining butun millatning vakili, davoning beshi deb tashviq qiladi. Savol qo'ysak hargiz javob bermaydi. Bumi bir xil jidal. Anandan keyin kesib taqatding, ovozimni kesib taqatding deydi. Mundaq jidallar bor. 9-si til bilmayman, shuning uchun men bundaq qilolmadim, andaq qilolmadim deb o'zini aqlash jidallari. To'plarga ba'zan temalarni tashlash orqali aqlash jidallari chiqadi. Anandan keyin Xitoy konsulining oldida har xil o'yinlar. Davo nədədir Xitoy konsulining oldidami bilmayman. O'zinglar savol qo'yib beqinglar. Anandan keyin Xitoy konsulxonasining oldini obodlashtirish. Anandan keyin buni agarda biz savol qo'yib, yo'q, bu davo Xitoy konsulining oldida bo'lmasligi kerak desizlar, jidal chiqadi. Anandan keyin bu bir planliq kalendarlashgan bir jidal o'yinlar deb o'ylayman men.
Muşu her bir vaqtlarda pasildan emas, şu ayning o'zida bu jidal boshlandi ekan. 2019-20 o'xshash vaqtda 9-ay vaqtida shu Qozog'istondagi mahallaning ismini o'zgartmoqchi ekan degan jidal tashlanib keldi. Onunğa taşlıqçılar bolsun, o bolar bolsun, o'xshash odamlar toplar orqali boshlandı. Anadagi assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh deydi. Eliqi bizning Qozog'istonda bunday bo'ldi deb turib, dangliq cho'lpondan nechisi va ashini boshlab tashlaydi. Aniki vatanning ismi to'g'riliq jidalmi shunday boshlandi. Kalendarlashgan. O'sha 9-ay uni har birisini men kundalik xotiramda xotirlaganlarimning ichiga qarsam 9-ayninki 10dan boshlab 20sigacha shunday jidal boshlandi ekan. Hayron qolarlik darajada sizlar o'ylab beqinglar. Agarda Qozog'istonninki u ko'chasining ismini o'zgartmoqchi bo'lsa, Qozog'iston hukumatı o'z qaror olib o'zgarsa ma'qul danglar. Biz vatanning ishini qilamiz desanglar tugidi-ku. Qozog'iston hukumatidan bir vara qog'oz chiqmaganda 4 odam oldiga chiqib so'zlab qo'ydi. Beshida Uyg'urlar chiqib so'zlaydi ba'zida. Ba'zida qozoqlar chiqib so'zlaydi. Anadagi buni biza ko'paytirdi, ya'ni yo'qolib ketdi, 1 yil dam oladi. Ayliqi vatanning ismini jidalimi shu. 1 yilda bir qatim chiqadi. Anadagi 1 yil dam olib, kelar yili oyliq kalendar ochilib, yana o jidal qaytadan boshlanadi. Hayron qolarlik bir kulkilik adamның alaqı g'idiga kelgidek ishlar. Mustaqillik davosidan diqqatimizni burash uchun har xil temalar chiqib baqdi. Kichiklik davoni yo'q qilish uchun har xil Uyg'ur tilliklarniki hozir bundaq bir keynini ko'tarsa qanday ranglik aqildigandan tatib o'qib ketdik desak bo'ladi. Endi qarallik takrorlanayotgan mushu jidallarnikini ma'lum qismlarni masalaga birdan ikkidan tilga olib baqay. Balkim asli esonlarda bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. Din jidaliga kirayli. Mushu tomoshabinlar uchun din jidali eng qiziq nuqta, ham tez o't oladigan nuqta. Hadis inkarchiligi. Birinchi bo'lib shu chiqdi. Patpatli chiqdi. Anadaki ishak go'shi halal degan bir tema umma patpat chiqadi. Uni ba'zida to'rlarda ko'rsizlar, ba'zida to'plardan kelib qoladi. Chiqballar ash to'plarda o'tirib ba'zan ovozlarni yo'llab qo'ydi, to'va deyman. Ash ovoziga qarab, ovozni anglab turib, kim ekanligini bilib oldik hozir. Ashda chiqdi. Qaranglar deb chiqdi. Ya nishchik olgan, ya ishchi olgan, ya bir miqqa olgan shunda odamlar. Dangliqdan nechsili bor. Mundaq. Yana birisi ayollarningki kiyim-kechak, erlarning soqol burutlariga chiqarilgan bir jidal bor. Anadikin o'zini avliya azam deb otib bilib, din darslik berdi Uyg'urlarga. Andaki din jihatdan shunda kamsitish xarakterlik ba'zan so'zliklar shu to'plarda bo'lsa-mu, eliq saqilni qo'yib olgan dinning so'zini qilayotganlar ani gunoh demaydi. Anadaki saranki yiqib jidalning ulg'ish uchun g'ing qilmay o'ltirdi. Mundaq jidallar bor. Anadaki so'g'urta haram. Lekin başqa bütün dünyanın başqa davlatlardagi cherkovlardan pul yig'ib kelib taqitish u halal. Lekin sug'urta haram. Talalari qilib yetib qolsa, og'rib davolanmay qolsa, u halal. Lekin sug'urta to'lash haram. Uzun yozmalar orqali jidal ulg'aytilishga shamol chiqarib beradigan nuqtaliq necha odamlar bor. Yanala şu dizimin davasıdan diqqatni burash uchun, bu birinchi din jidali. Bunun için jiyiq temalar var, onu ko'paytib qilmasammi, menimcha as tush qobiliyati yaxshi qarindoshlarim asliyalaydi. Anakin tashkilotlar jidali, qarallik tashlanadi. A tashkilot B tashkilotga aylandi. A tashkilot bilan birga ketayotganlar B tashkilot bo'lib tashkillanib A tashkilotni tillaydi. Anakin har xil ishlar. Bu jidal degan zamonlardan bor. Yaqinda mı chiqib o'tdi, to'pladi bor. Anandikin yangi g'ayri
təşviqatlarını o'ttirg'i tashlash orqali yanala shu zimin davosidan kallamizni burash uchun qiladi-da. Ananki to'satdan qahramonlar paydo bo'ladi. Eliqi Jangsudan Miradil ismli bir qahramon paydo bo'ldi. Kimlarning yozmalari orqali chiqdi, YouTube kanallarga chiqdi. Vatandan hech qanday uchur olmagan qarindoshlar bilan telefonda so'zlashaolmagan holatda qandaqski bir odam chiqib Jangsudan mustaqillikda palonchini qo'llanglar, pokunchini qo'llanglar deb turib shundoq bir inson chiqdi. Uni qutqazmoqchimi bo'ldi? Dahi pul yig'ish qilib qutqazmoqchilar bo'ldi. Bu ishlarni sizlar hammanglarning xabari bor. Andan keyin bosqinchilik uchirdi degan bir tema chiqqan bilan lager shohidlarining ichidan. Voy yuzimizni qandoq ko'tiramiz, soqolimizni qandoq ko'tiramiz deb turib bir to'p odamlar chiqib, mayli o'lmalar birligidan hammasini chiqib, to'shdan chiqib namoyishlar bo'ldi. Onundan jimib ketdi, kollektiv g'oyib bo'ldi, 1 yildan oldi. Buni nima bilasizlar? Kollektiv harakatlandi, kollektiv yo'qolib ketdi. Tashviqotlar o'xshash. Bu yanala sho'yliqi psixikamizni ezish Uyg'urni. Biz hammamiz vatanni sevgandik. Hammamiz qarindoshlarimizni sevgandik. Shuning uchun aşı tarimizni chekadigan bir temalar chiqarildi. 24 soatdan 48 soatgacha bo'lgan oralikda jimib ketdi. Timtash jimib ketdi. Kollektiv dam oldi. Pensiyaga chiqqan odamlardaklar. U yerlarda yo'q o'rinlarda. Yanala shu Xitoy konsulda jam bo'lgan gap. Andan keyin Yusufjonning o'q yeyish voqeasi. O bola o'q yedi. Onun arx ko'rinishi qandaqdi? Uni hammadan biladiganlar Turkiyadagilar obdaloq yezib qo'ysanglar bo'ladi. Buni tahlil qilib o'tamiz. Anaki u orqali chiqqan odamlarning yuragi ezildi. Andan keyin doğu perinchakni arz qilish yoki doğu perinchak bilan sotlashish degandek o temalar bek chiqqan bu yilgacha bor. Türmelerde yatmoqchi bo'ldi ma'lumlar. Uningdagi yana ular paydo bo'ldi. U yoq bu yoqlarda uchib yurdi degandek bu yanala Uyg'urning zehnini Uyg'urni charchitish deb o'ylasam bo'ladi. Ana to'rda yani yozdiganlar bor. Biza bir o'zining to'g'ri fikrini yezib qolsa u tillanadi. Bunda ishlar bek ig'ir-qo'y bizlar. Anadagi Suriyadan 2000 ayol bolalarni qutqizish, pul yig'ish, qutqizishga odam ivatish degandek fond jamiyat qurish degandek o ishlar yillar bordi. Bu yil jim bo'ldi. Sababi nima aqaslarga ayon. Anadagi erkiy qirg'inchilik desak, madaniyat qirg'inchiligi, madaniyat festivali yili, chedir, naynay mushlar degan bir qator o'ttirib chiqib ketdi 2020-yili. Erkiy qirg'inchilik desak. Eliqi balla uslu oynasa haram deganlar, naqshi anglasa haram deganlar, ba'zan bir tashkilotlarning hali qanday tashviqotlariga bergan fatvosi bormiki bilmayman. U vaqtda halol bo'ldi. Hech kim zuvan chiqarmaydi. Xato bo'lsa isbotinglarni chiqaringlar. Biz to'rda hamma narsani isbotga chiqarib keldik. Andan keyin Uyg'urlarning zulmi Yahudilarnikiga yetmaydi degan bir falsafa paydo bo'ldi. Ananki birdam yig'laydi, birdam naqshi taylaydi, birdam dutta chalaydi. Har xil o'ngtatur. 360 gradus mushtaq cho'gilab turadi. Bu da'voning aktivistlari har xil mazmunlarni o'tirg'a tashlaydi. Ya bizninkilar armidi, ya ular armidi. 8-si fikr erkinligimizni bo'g'ish tashviqoti. Mustaqil bo'layli deganlarning hammasini Xitoy chatalga chiqargan. Xitoy bularni mustaqillik da'vosi qilsin deb chatalga chiqadi. Mustaqillik da'vosi hech qizning da'vosi. Har xil temalar chiqdi. Uni men demasam hamda chapligi savollar ostiga olib chaplab qo'ysanglar bo'ldi temalarni. Anadagi to'satdan bir to'p tor albastilar paydo bo'ldi. G'ayri Facebook nomda. Ayolchi nomda paydo bo'ldi erlar. Anadagi bu Facebook cho'lponlarning bu albastilarninki Dünya Uyg'ur qurultiyining a'zolari.
Amerika Uyghur Birleşmesining a'zolari, Amerika Kishilik huquq birlashmasining a'zolari ekanligida isbotimiz to'liq turibdi. Kimlar ekanligini, ayollarning nomida erlar, erlarning nomida ayollar. Ash tashkilotning boshlari shunda bir bo'lib ketdi. Biz ba'zan narsalarni shu qonunga berib aytgandan o'shib qilmaymiz deb buni to'g'ri chiqarmadik. Chunki diqqatni burab, "Oy, meni qutqizinglar" demasakmi, o'zimizni qutqiza oladigan insonlar bo'lgandan o'zimiznikini o'zimiz hal qilamiz deb to'g'ri chiqarmaymiz. Chunki bizning dardimiz vatan dardi bo'lgan ekan. Hamma narsani isbotliq tashlasakmi, uning javob berish og'ir kelgan chaqda, anandan keyin men til bilmaydim. Men andaqdim, mandaqdim, mening ovozimni kesib chiqaribsizlar, zuvanimni kesib chiqaribsizlar, talatimni kesib chiqaribsizlar deb. Butun dunyoda har bir davlatning prezidentlarining 2 soatlik, 3 soatlik so'zlari bor. Uni bir odam o'ltirib 3 soatlik, 4 soatlik ko'rmaydi. Qisqa qilib 1,5 minut, 2 minut, 3 minut qilib kesib chiqarish butun dunyoda bor. Sen agarda o'zingni yolg'iz o'zingga vakillik qilgan bo'lsang, nima ish qilsang o'zingni ish. Faqat Uyg'urning bir nimasiman, Uyg'urning anda narsiman, munda narsiman deganligi uchun bizning savol qo'yish huquqimiz va javob olish huquqimiz var. Javob bermasang, ig'ir gap qilish huquqimiz var. Sen o'zingni bir prezident deb bilib olgan bo'lsang, prezidentqimi xalqning savol qo'yish huquqi var. Sen o'zingni bir tashkilotningki vakili desang, yanala biz shu Uyg'urning ichidagi birisi bo'lgandan keyin savol qo'yish huquqimiz var. Javob berish og'ir kelgan chaqda uni buni o'tirg'a saptirib, tillatsa, yana bir qilsa qistirib qo'ymaymiz. Ishingni hukumat chekkan chaqda u vaqtda o'zingning ishi bo'ladi shu. Aşıyla Miradil Cansu'dan çıkan çağdım aşın degen, o heladan refaның, heladan teşkilatның, onun, bunun, hemimiz çıkıp başına igdaçılık kız keket. Kahraman yaratışçı, bunda asan iş emez. Aşı özіңla yarılıp қалған kahramanlarım da oylap baksanlar, numusqınlar kildiğen doğu dep oylayım aşı, yaratmakçı olған kahramanlardan ço. Cansu'dan qamidi. Anadaki Xitay virusu 2020-yılı 5'de xili avji elip tarqılgan vaqtlarda bir videolar tarqaldı. Bir ballarının ki biz aç qaldık, biz yemeksiz qaldık, həlap yemdik dep turib bir çoğun kişinin sözlegen aşındaq avazlar şu vaqtda da video tarqalgandı. Hazırqı oxşaş tarqalgan videolardı. Anıken Xitay'dan ki bir videolara çıkan çağda anandikin Prezident Trump Xitay virusu deb tilga olgan vaqtida ya Xitaylarning ko'ngliga keladi. Shuning uchun Xitay virusu demanglar deb tashviq qilgan shu Dünya Uyg'ur qurultayiningki naytib cho'ng bir olimi bor-ku. Məsləhətçisi, ali məsləhətçisi şu adam çıxıb şundaq gaplarni qilib Xitaylarni qo'llab qilib ketdi. Anandan keyin 2884 parça lager rəsmləri təşviqatı bo'lib ketdi. Kollektiv təşviqat, namoyish, kollektiv anandan keyin g'oyib bo'ldi. Onunğa 48 soat mi ketmedi. Mikrofon talışıb, tör talışıb, ko'zim quyilib ketdi degan insonlarni paydo bo'lgan. Allah Allah deb ketgan tuq. Yolg'on desanglar chiqib chaplab qo'yimiz bo'lgan ishlarni. Anandan keyin yaqinda Xitoyning virusi, Xitoy virus banasida Uyg'urni solib oldi degan har xil videolar chiqdi. Bu 2020-yildan boshlab turib bu har bir shaharlarni birdan şu vatanimizdeki her qaysi şehir, vilayet hem yerlerini birden ayağını, mayağını qıptırıp bütün tuprağımızda, zeminimizde bu erkek qırğınçılıqını əp berib atıdı. Virusunu bana qılıb. Tünögün bugün çıxmadı. O məlum bir şehirde bulmayıb atıdı. A toxtusu B, B toxtusu C aşındaq. Şunun için bunu suyuqlandırış, bu özümüzün davası için naydı bir ziyanlıq bir iş. Şunun üçün biz dedik ki,
Uyghur davası erkek qırğınçılıq uçuravatqan bir bütün milletning egilik huquq davası deb davani suyuqlandırmaslik kerak deb davatımız. Bu tacavuzchi şu tacavuz qilgan tuproqda qaysi jinoyatlarni o'tkazmaydi yoki sodir qilmaydi deb o'ylaymiz. Biz bilmaydigan ne ishlar bor? To'satdan paydo bo'lib qolgan shu psixikamizni ezish uchun tashlagan shu bir narsalar emas, erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Xitoy Cumhur Xalq Cumhuriyeti Uyg'urlar ustidan erkiy qirg'inchilik yurgizyotidi deb Prezident Trump hukumati e'lon qilib bo'ldi. Shuning pachig'iga ching esilib, erkiy qirg'inchilik davosi nimalarni o'z ichiga oladi? Siz davatgan, siz taşlavatgan şu mezmunlarniki hemmisini işçiga almamdı erkek qirg'inchilik. Onu yana pachilab kichikiltirib hech nimaga o'xshamaydigan bir narsaga aylantirishning nima hojati davatimiz. To'ldi shu to'satdan paydo bo'lib namoyish u bu qilgandekilar 48 soat 72 soat qolmaydi yo'qolib ketdi. Siz yolg'onsiz qarab yiqinglar. Anandakilar usul o'ynash boshlanib ketdi. Erkek qirg'inchilik davosi qilamiz, namoyish qilamiz deb bo'libla o'ldirib, yo'q biz usul o'ynaydigan bo'ldik deb qurboniyat usul o'yindi. U vaqtda u halol. Anandakin siz o'ylab yiqing, agarda ocharchilikqa doir agarda biz davoni ocharchilik qursak davosiga aylantirib etsak, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ocharchilikqa, ochlikqa yemek içmek yetkizib berdigan bir nimasi var, o'rni var. Aşağıdan bizga şu qo'saq davosini, mana Uyg'urlarniki qo'saqqa chiqibdi, qo'saq davosini hal qilib berdik deb turib, shuning bilan o ish tugaydi. Bir muncha anandakin nimalar chiqdi, aktivlar chiqdi, uni so'zlaydi. Shuning bilan tugaydi. Uyg'ur birsiga yordam qo'lini sunadigan millat. Vatanda ba vaqtimizdan tatib birsi og'rib qolsa, ya ağırrak kesel bo'lib qolsa, mesela oqqan kesili ya börek almashtirish deganda kesel bo'lib qolsa, to'rlarga o'sha vaqtida ko'k to'plarga yoki mundaq bir gazetlarga, xabarlarga chiqib qolsa, taraf-tarafdan yordam qo'lini sunadigan millat. Hergiz ko'chir qolmaydi, Uyg'ur birsi-birsini tashlab etmaydi. Unchug'alar bir betbashir millat emas biz. Shuning bilan to'y to'kunlardimi kasallarga pul yig'ish degandek ishlar bo'ladi. Endi muqaddam o'ylab yiqinglar, Uyg'urga pul olib berish kerak deb pul yig'ish to'plarda pul yig'ishlar bo'lib ketdi. Qanday olib bersizlar? Vatandan Amerikaga ba'zilar kep ketib yurayotganlar bor. Yo'q deydigan bo'lsa yuzingni chaplab qo'yma peshonangga deb turib degim bor. Kep ketib choy, to'y. Ali maslahatchilik qayalarda choylarda o'ynadi, o'ziga ayon dutta jag'izga qolgan chaqda, bütün Uyg'urlarni safarbarlik qilib dutta jag'izdi. Usul o'ynag'izg'iz keladi, tashviqot qilib. O'ylab yiqinglar, hamma odamning tamningmi quliqi bor. Biz shu zulmni ko'rib turib, ko'masga silib, xoinlikni ko'rib turib, ko'masga silib, anglaganni anglamasga silib, yoki ko'rib turib zuvonmi chiqarmasak nim bo'lamiz? Biz ne e'tiqodimizga ya millatimizga hech nimga yuz kelmaydigan bir inson bo'lmamdiq. Yaxshi o'ylash baxsanglar bo'ladi. O'sha fikr erkinligi degan qanchalik bir cho'ng erkinlik, shu fikr erkinligimizni qo'g'dash uchun aqlimizni ishlatib turib ozroq bir inkas yozishdan boshlasak bo'ldi. Inkas yozgan chog'da ash inkasnimi tillab aram bermay, ash yuraklik shu yezishqimi shunda bir qo'rquvchi odamlar. Nima sababdan tillaydi? Nima sababini bilmaydi. Ba'zan bir odamlarningki biz haqninki o eği bilan chatig'imiz yo'q. Vatan davası deb ağacağının, amacağının, ananın, sanlığının, ballarının davasını, Uygur'un davası deb çıkıp aldın, pulap kaçlavatsa Uygur'dan. Uygur davasını setip pul kaçlavatsa, şunun şu sual koyumuz. Sual koyuş hukukumuz var. Eğer sen özün şahsi işin olsa, nimenin davasını kısan kılmamsa, nime çattığını ya? Otururuz biz mi?
Anaki cevap berish eg'ir kelgan fikr bir sizga fikr bersangiz yoki savol qo'ysangiz bir top eliq alvastlar paydo bo'ldi. Ular kimlar? Ne hacker ballar var, ne kompüterchi ballar var. Ba'zan narsalarni eliq sal o'ylashibroq holatda chiqinglar o'yin o'ynasanglarmi, bek chinib qolgandek emas. Bir qatim men shu Yevropadagi bir davlatda bir narsaga guvohlik qildim. Bağın çağda bana bir resimni gösterdi. Resimni gösterip, aşı resimni muşu senin vatanda boğan işmi dedi. Resimge qarab külgüm ketdi. Lekin bir nayt külmeydigan bir yav oğanlıq üçün besip durup yağ dedim. Çünkü saqçının formasının özü Yevropadaki bir devletnin kike. Onunki o yerde namaz okuvatqanlar her xil adamlar var, Araplar var, anandakin şu Afrikalıklar var, her xil chiray. Bu bizning davlatning emas deb keyin inchikilab qarasam Angliyaning bayrog'i turdi. Yo'q, bu Angliyaninkika dedim. Ba'zan narsalarni isbot qatorida o'tirg'i tashlashdan ilgari bir ozroq qallingizni ishiltib beqing. Mushu xalqni qoyil qila olamdim. Chislalar qachon yuz bergan desa javob bera olamdim. Kimdan olding desam javob bera olamdim degan narsani ozroq o'ylash beqib, anandan keyin qilayli. Alqi davoni qilmasaqmi, ziyon yetkazgan ishni qilmasaq deb o'ylayman. Bizning davo zamin davosi. Hargizmi parchalab sundirib, qovurg'isini bir, beshini bir, keynini bir qiladigan undaq davo emas. Yillarcha bo'layotgan o'yinlarni, jidallarni hammasini xotirlab menyapmiz. Men bir yolg'iz odam emas, talay bolalar xotirlab avotidi. Biz anadagi shu oydagi sizlarning kalendar petimchi tashlayotgan jidallaringlarga qarab, 2018 oyda ma ish bo'ptike, 2019 9-oyda ma ish bo'ptike deb kalendarlarni almashtirmay o'tirib qildi ekansizlar. Ya maxfiy belganlar bormi bilmayman, ma 9-oylik san qoldijimi deb qo'yib tashlamsizlar bilmadim. O'rta Osiyodagi qarindoshlar uyqumizni ozroq ochayli. O məhəllənin ismi bilan bo'lmay, hökumətdən çıxargan bir buyruq chiqqani yo'q. Chiqsimi o'zining ishi. Masalan, Norvegiyada bir ko'chaning ismini nimaga o'zgartmoqchi o'zining ishi. Bizga fikr erkinligimizni, erkin fikr bildira oladigan shu medialarni berganlik uchunlar, mayli u men bu yana vatandoshligida bo'lsammi, men hergiz o davlatninki ismininki bu ko'chalarning ismi bo'lamdi yoki yana birma aralashmayman. Menga bir erkinlik berdi. Mayli parlamentning oldiga chiqish, mayli nega chiqish bo'lsin, mayli bir yerlarga kirsak javob beradi, gapimizni o'tkazadi, materiallarimizni qabul qiladi. Men bir shaxsiyati demaydi. Mayli Birleşken Devletler Teşkilatı'na siz materyal topshirmoqchi bo'lsangiz, hergiz shaxsiyati demaydi ekan. Azroq o'ylashib, kallamizni biraz ishiltib baqsaq, mush o'yinlarning keynida nemish kimlar qilyotidi, kimlar bilan munosabatlik, nima uchun bu alvaslar paydo bo'lib qoldi, nima uchun bu Uyg'urniki psixikasini shundoq izalaydi. 24 soatni bardashlik beramaydi ba'zi odamlarning psixikasi. Allah kalla depli bütünleyle işten paypaqni sepli tübüşürgen gep. Nereden çıktı bu narsa? Nima uchun paydo bo'ldi? Torlarda aşında doyunlaşında erkinchilik mi? Sizlarning itilmaydigan nereden paydo bo'lib qoldi bu? Ba'zan narsalar Xitoyninki o'lkalarda, ichkari o'lkalarda o'zini tashlab olgan ma'lum sabablarni shularning videolari qolmadi, yoshlarni chiqarmagan tiqib. Ana ovoz artistlari Qarindoshlarım, uyqumizni biraz içib, burun nim bo'lgan deb, menda bo'lgan deb o'ttamay biraz xotir, kundalik xotir yozib qo'ysangiz, burun menda vaqtida muncha menda ish bo'lgan, endi yana takrorlanyapti desak, aslida
jiq narsalar chiqdi. Hammasi xotirda o'xshash. Ba'zilarga odamiylik jihatda yordam qilamiz. Lekin agarda davoga ziyon yetkazadigan ish bo'lsa, hay deymiz. O fikringizni ostiga yozishdimi qo'qsingiz, yozsangiz voyma cho'ngdi, voyma ondaqdi, mundaqdi. O cho'ng bo'lsa, agar ota-onamizning o'zimizning uydagi ish bo'lsa, mayli uyda ishni etib turib, dadangizga apangizga gap qilsangiz bo'ladi. Lekin mala tashkilotning beshi, Uyg'urning beshi, butun Uyg'urga vakolatan ochisining davosini, ommachisining davosini, bolalarning davosini qilayotqashqa, bizning savol qo'yish huquqimiz var. Isbotli savol qo'ydik. Ni dokladlar var, ni Dünya Bankası'nın olgan, ni paralel o'ynayotgan o'yinlarningki hammasi hargiz sababsiz emas. Oyoqdan shamol chiqsa, mayoqdan ergishidi. Anandikin jiq doklad, jiq shu materiallar to'rlarda izdansiz chiqadi. O'zingiz izdining, boshqalarnikini mundaqli qilib o'tirib, o'zingizniki qilib olmay, uzibla olmini. Yoki boshqa odamnikini chiqarishdan ilgari ko'paytib taqasingiz bo'ladi. Elaqay yanchiqchilik qilishlarni qilmaychi. Qarab baqsangiz, izdansiz ostidagi to'r ulinishiga izdansiz, o'zingiz azroq emgak singdirsangiz, jiq narsani topa olasiz. Hamma narsa to'rda ochiqchilik, faqat ko'ngil qo'yib, vaqt sarf qilsangizlar, hamma narsa chiqadi. Usul o'yinig'ini bormi? Voy. Shu Cumhuriyet kunlarimizda g'itildab o'ynab ketgan usullar biz hech narsani to'g'ri chiqarmadik-da. Biz faqat isboting bormi deganlarga azroq 0.000 degandek 1%ni chiqarib qo'yapmiz. Oldirash biz qiladigan ishimiz jiq, lekin ba'zan bir yig'lamsirab tugishib ketganlarga mushu savolga javob berib qo'yay. Bekchiq odamlarning savol yig'ib ketibdi deb javob berdim. Qolganini o'zingiz azroq tahlil qilsangiz javobini topa olasiz. Ya'ni uzunga qolmay jiq mazmunliq narsalar bilan o'rtoqlashmaydi. Bu dastlabki bir ish. Shunga azroq o'ylash beqing, azroq millat uchun azroq bo'lsa-mu, qo'shib baqayli. Azroq olsun, mishani olsunmu işletishni biraz chiniqtiraylikmi yani. Anadagi 5 yil manqimizni eqitib emas, ishni hal qilishning usuli haqida azroq izdanaylik bir ishlarda. Bir nimani tashlab asli g'ajabli tugishibli, voy, Allah men tugashdim deb o'ltamay. Hammamiz o'lib ketamiz. Bir kun tugisi bir kun ashar yiqilishimiz, hammamizning bordigan yeri shu, lekin sal yuzimiz yo'riqroq qoldi. Qaytaylik u yerga. Anadagi yolg'ondan qilayotgan ishlarga xijil olmay yoki bizmi til anglagan, til anglasa hech nima bo'lmaydi, lekin haqli bo'lsa, uningdagi xotirjam uxlay olasiz. Haqning ustida ching tursangiz, xotirjam uxlay olasiz. Unisi rost. Rahmat sizlarga qarindoshlarim, uzun so'zlab qoldim. Yaxshiroq bir fikr qilib beqinglar, o'ylanib beqinglar. Rahmat sizlarga.